Maftuna singlimizni xursand qilamiz. Tabrigimiz musofir yurtdan onalari Salomat opam nomidan ketdik. Seni oson topmadim qizim, etim suyagimdan uzib topganman. Og'riqli kunlarda, uzun tunlarda necha bor uyqumni buzib topganman. Eski kiyimlarimga o'ralib qoldim, seni malikadek yurishing uchun. Xavotirdan o'ldim, ko'chaga chiqsang eson omon uyga kelishing uchun. Hey qizim, jonim qizim, ko'zim qarasi, qizim, jonim qizim, dilim davosi. Hey qizim, jonim qizim, ay ko'zim qarasi, qizim, jonim qizim, ay dilim davosi. Men emasmi joning og'riganida, joni chiqqudayam tepangda turgan. Bitta gul berganga binolar qo'yma. Men emasmi senga umrini bergan. Yuzimizni yerga qaratma qizim, yuzimiz oftobga ko'rib. Nozariga ul qoraman, yaxshi ko'rib kuchib boraman. Qo'rchog'im jonim bilan, obro'yim o'zimman. Salim salim, salim salim, erkakni o'xshab quladi ona qizim. Salim salim, salim salim, erkakni o'xshab quladi ona qizim. Assalomu alaykum. Nazmishimo mazaga ishlatolmayman. Maftuna oy asalchiman nazikdarim men. Qarib desam boshqa ish dedim, qolmoqchi. Chicho. Tabrik asalchim chambadarom dedi. 12 so'la. Maftuna zo'r ziyofat qilsanmi dugon oshana? Maishat tumas nashrisi tomay chiqadi. Mas nashrdan ham zaman dars beradi. Asalchim tabrik bugunam shukronlar o'zidan qati. Bileton man mendagi kutishdan mishmoq omsas kutanmi? Na kutay masalchim. Chiqay bo'lmasa medalislikni yaxshi ishlaydi. Fahmidedi ma'lumdagimi? Na medalislikni. Asalchim, men düşünmeye medalidan azumi. Bijonaton tabrikadan bo'ldi masalan. Tabrik mukunam va sog' bo'lishing, salomat bo'lishing. Dunyoda eng niyatda qo'ygan asalom Shmo'ma go'man beton shmo juda ham yotqadagi inji zaxlaton har isfamisaga seton medoneton asalchim hamma vaqt sog' salomatlar bijonaton azvorish mon korkagashte azvorish mon harakat qilsen beton oliniyati qo'shon orzuyashon juda ham mo'y harakat qilsen to tanim jonam has kuch quvvatam has azvori bachon kor mikonam gufta asalchim imroz sotrashon ukas harakat qilgan buden imroz ondan ba'zi sababukati ondan atoristdan lekin mabatcham hapish kutadaki maftunchama derajini shoman xudoxa daromda mo'rayam kuta lekin ondan atoristdan asalam hafta boshdan tabrikadam emonam aznomi bejonatan asalam sog' gardetam vaqt salomat garden mag'obshirinchim ifing zodrusam baylasha dida garden vaqtim beton va daditonda sog' salomat bo'lishibdi. Assalomu maftunchiman. Ana doktoram taqvodor shunday guftam
Betonetkagi buden va albatta asalchi manbani men xudash namoza xondan metidagi joy namozi bitim chunki qaysi o'ydidan o'gandan okunet asali mam girandan okunet murash mobar bietom biyo kamon asalam joy namozi taqdim okunem asalchim faqat az voridade to bietom duo kadar az yeduton nabrufta qarsa koy balandi shimokati marhamat rixtakchiman sadringiz muborak bo'lsin. Salomat bo'lishdan albatta iltimos mekadan hozir Madina oytimmi? Qadamashon? Qani Madina oytim? Assalomu alaykum. Kelinashona Madina oytim. Shimomi, nazmi shimo assalomu alaykum. Namazbashdan masalchi shimo alohida salomat oytijonam tuxishlar sondadan ukas rahmatoma rasonit va Gaspoy Allohga rahmat geyt, barcham banazne bo'lkaysen va hamma vaqt bayonashba gufta albatta nami korobkacha yozish moba az nomi salomat oytim qudam taqdim qilgan yo'zlar bu salomat oytim kichik podarka dudana jo'naz bedanada asalchi zakir nazardan faqat kor faron etmagan muallim shonam buden ukasa hozir yakta injiba nargiza malima shmo assalomu alaykum malimajon nazmi shmo alohida az nomi salomat oytijonam rahmat nomishona kutaniman rahmat tarbiyadorisiga shomba hamma hamisha man minnatdorman baribir xudam rahidor va dilakamnikta ma'lum va rasonamon agar bacham qanday xato bilan agar mana guftasam chashmashna ko'shda guzashtan giran chunki baribir bachayman mehr modar durba shahri musofir va badas ondan inchiza odamzod bir tarbiyadanat mehr chibidagesha chunki man xudam nesdan peshi bacham ba bacham ina xato namisi ina to'g'ri namisi guftanlam etonam china boshladan amali moshon minnatdorman yagon bojal bakada yuvaynam ukunam to'ntonam bachakomba yordam doysen songardan salomat gardan albajon obotanim men so'ynaram shumoba taqdim ukunam marhamat borak bo'sha shumoba ham sog' bo'sha albajon salomat bo'sha va albatta inji produkti suvenirman has ina ruxshona va zilova ma'limajon modarjon shuma rasonda Rasondagi buden albatta rasonda modar azizton mabrur va xudodan nazdikdagi manba bet modarjon bu cho'xni shu men nazibinam istar bet mana kamera chunun hastan mura gir kamera dora Ara injak aysiz. modarjon man shuma albatta azmomi salomat alaykum shumokati padarjonam ba imena iltimos qilgan zilojam hamto o'ylaka binan mana man kalon shudam farzandor shudam qarib farzandoma to'y mekaga darajaga rasidam lekin o'ylaka binan yagon bir dadem biyamba hasbari xudoton yak shine ham girin nagoftagi budem faqat muammoy xudamga telefon mukunam bijon men tushsas bechora biyam to'tonam dilamam mebardoram Bijonam budagi shomba hazoron bor shukr dademam hayotda chiqalinki voqea nashavadam man dadem biyam gufta zindagoni kaysen chunki guftamoned aytishon abrom vayo hastan man sog' salomat xushi xursand gashtem bevayo in dunyo qiziqishni hazor man suyib pul yobaman dadem biyam nestanman bolachisalar ko'rnay bijon dadajon rahmat shumomba chunki bachoma axudamam ziyod deyseton bachoma amalam ziyod mehr doyseton ziqnashal bachem gufta har riz dilakama mebargaret bejon rahmat shumoba shunga judayam naz bibinam gufta modarjon shumokati padarjonam ba mayta tuhfa dodanim az nomi salomat oytim va az nomi LNS kompaniyashon modarjonam ki padarjonam ba Antalya ba sayohat ba yellanma yaxshi kunlar
kunlarimiz dardli yoshga to'lgan edi. Dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi boringiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Onam hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Rahmat, salomat bo'ling. Faqat Ro'zakoy xursandlik bilan modajon. Aynan ziyod Ro'zakoy arz etmoqchiman, chunki qaysaki mehnatda ko'rdim peshimda hech ne modajon. Ro'zakoy xursand edi. Darajon moqati manzagada dam gifta bek hayot ba memondagi ishmedilen inson azbari xudashkadagi o'xir modajonam sog' salomati shomona hech vaqt farq nakunad guftam. Man albatta hozir aznomi salomat aytdim. Chormisra Sherxondali bilan meni doktorchim, asalchim Maftuna Bono va modajondan mehribonamon ba. Tashvishlari jonimdan o'tsa, hayot meni takror qiynasa, ba'zan yaqinlarim meni tushunmasa, yaxshiyam borsiz yonimda ona. Gohida ortimdan bo'xtonlar qilsa, suygan yorim ham meni tushunmasa, shunda dardimni kimga aytaman? Yaxshiyam yonimda borsan jon qizim, mening ko'zlarimning nuri sizlar, hayotim ma'nosi o'g'li qizlar. Bu dunyoda tilagim shudir har on, yaxshiyam yonimda bo'lsiz onajon. Quta azmomi salomat aytajonim Sheraxondan va albatta Maftuna Bono asalchim in tortamaya bijunatuna xudashon специальный Resho ukrashenish iltimos qilagibidan mana farishtem, mana prinsessachim Moskvada kunet gufta. Marhamat asalchim, mana men torta qo'shimdan qabul kunet zodres muborak bo'lsin. Marhamat. Qarsa qo'y mumkin. شوری شوره جشن ستاره و سنوری با چنوره شب خونم درستنی دل نبازه Marhamat mashqni oyat taqdim etadi boshlangan sizdan shunday. Qachon taqdim etadi? Marhamat Maftuna oy asalchimona tabrik etago. Ma'lumajon, marhamat. Assalomu alaykum ey qalbasiyolar. Alpomish barchama yo'liston va dostonlarim. Assalomu alaykum ey qalbi osmonlarim. Davralarda o'zbekcha so'zligingiz muborak. O'zbekona lutfingiz, o'zligingiz muborak. Shunday ulug' oilada shunday shiringina qizni voyaga yetayotgan 3 ona bor. Biri musofirda, ikkalasi shu yerda. Mana shu bugun shunday shiringina qizimiz, ismi jismiga munosib bo'lgan mehribonimiz, bugun mehribonning ukasi singlisi Maftunamiz.
Mehronim hozir kelyapti, rosa telefon qildi. Bugun 12 yoshni qarshi olayotgan mening ikkinchi qizim bu yerda. Birinchisi Mehribon, ikkinchisi Maftuna. Yana akasi Sardorimizga ham biz dars beramiz. Shuning uchun ismini adashtirsak xafa bo'lmang, chunki uchalasini ham biz bolamiz deb katta qilib dars beryapmiz. Shunday shiringina qizimning tug'ilgan kuniga kelish bizga nasib etgan ekan. Uni yuvib, tarab, shunday maktabga chiroyli, go'zal, orasida qilib jo'natayotgan ayajonisi, buvijonisiga ming rahmat bildiraman. Salomat opamga rahmat. Shu bolalarimizni o'qishi uchun. Nima deydi? Do'stlari orasida o'zining mavqeini tiklab qolishi uchun, maqsadlari, intilishlarini inobatga olib, raqsga ham, qo'shiqqa ham, o'qishga ham har doim mana menman deb turgan onasi borligi uchun Allohga shukrona aytamiz. Qizimizning bunday tug'ilgan kunlari ko'paysin. Eng yaxshi kunlarida hamma vaqt buvisi, ayasi, onasi, dadasi, bobosi, qavmi qarindosh va do'st-ziyorlari atrofida bo'lishligi nasib etsin. Har doim mana shunday chiroyli, latofatli bo'lib yursin. Biz bu qizimizni ko'rib har doim xursand bo'lamiz. Chunki nima desak ham tabassum bilan javob beradi. Mana shu narsani bergan Allohga shukr. Uni tarbiyalayotgan insonlarga kattakon rahmat. Shunday qizlarimiz borligidan xursandmiz va 5-B sinf o'quvchilari qizlari nomidan samimiy tabriklaymiz. 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 Maftun, sen ham bizga aytadigan gaping bormi? Onangga minnatdorchilik bildir. Hayajonimga, o'zingga. Chiroyli o'g'lim. Gidan aku baca kamsa. Gidan aku. Gidan aku baca berasa dah. Onasini sog'inganda bolamiz, a? Assalomu alaykum. To'xtatcho, nevaramni qo'nosh. Assalomu alaykum Ziyorovich, namasini, bachormasini, Madmajon. Hamma otamga rahmatli kalom. Videochilar, doktor yoshlar. Ana imroz ummatga omad etom. Xonadoni o'g'limga rahmatli kalom. Ilohim hamma vaqt sog' salomat etom. So'qim puli pulshar yuftaga to'g'rizatni nozi baravar. Yakaton va sadaton va hazore besoq shunga. Amin barchaga bizlar va azob tashkur yapsiz barchaga. Ilohim sog' salomat qil. Sanaga yashashni sog' salomat ber. Rahmat qilib barchaga. Qudaş salonunda oturup barvaqt xizonda makiyaj qilondagi mo'yin qilish o'qidilar. Ko'zim rasm akti. Demaklaydi, faqat o'zi xursandi, sog'lom salomat bo'lsin. Balki salomat aytayman, Xudoshim ham tabrik mekargina, beton qilsam onlayn boshidan go'sh qilin. Gap zanida salchi. Mami? Ha, shimo davet shimo ku. Assalomu alaykum. Ahmet Koton xush omadeton. Buni Dida Tojisa, Madmajon xush omadi. Bachakam yaxshi gubish Bahorobiy, Filibadonlar Shah, Sari Hamdu Sog' salomatga, hamma hamasmakagi doktor Shavidote. Ijon dagi toqishku, Jemana nomahum kada kedi khati, Deotam, Devokai Setom Bachakomba. Kedema Shmuhoma Rakta Yordam Budagi. Cuma panjang dengan begitu kayak sepong. Kalau hanya juga tuh nggak kadang kan mikrofon ada emas itu dulu gitu ya. Sawo dia gitu. Lagu tuh musku. Baca mozer dulu sekolah kan murah syarat kerja semoga rahmat. Ada moga rekomend rahmat. Jadi mana memang kada. Kami sudah dasar tahu juga sawo dia gitu nih motong. Tadi question video. Madmajon semoga rahmat sama deton kamu tuh. Zilov tubem rahmat. Gidan aku.
Sağ ol, şey salomat boşa. Silahı ben rahat Gapı baharız bugün. Karka bir. Yakta geldi. Bak karka bir. Silahı ben rahat geldi. Mikrofonu do'stdagi markaz bo'shay. Ha mikrofon tagaton bo'lsa biz gapdan et. Mayna gapa gitu. Xo'p, rahmat hammaga va salomat bo'ling. Ana katta naziklarimizni ham asalchon dugonamon katta esdalik barasini beraman. Bizga ham bir inson bo'lsangiz marhamat.
شب اون کاری که با من باشی عشقم دنیا نازی که به یاد تو باشم داستان نویسه Rahmatimiz barchangizga yana bir bora bugungi tug'ilgan kun muborak bo'lsin deymiz. Hamisha ota-onangiz baxtiga sog' va salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda diydorlashguncha salomat bo'ling.